Men Rossiyaga borishni xohlayman. Aha. U yerda malaka oshirib kelishni Malaka oshirmoqchisiz. Qaysi nima yo'nalish bo'yicha? matematika. Matematika. Demak, sizning orzungiz o'zi aslida matematikani o'rganish. To'g'rimi? Ko'proq Rossiyaga borib o'rganmoqchimisiz? Yoki katta bo'lganda Rossiyaga borib o'rganmoqchimisiz? Katta bo'lgan. Katta bo'lganingizda Rossiyaga nima uchun bormoqchisiz? Faqat matematikani o'rganish uchunmi? Sayohat qilish. Sayohat qilish uchun. Ham barakalla, shaxsan orzungiz. Hozir Rossiyaga borish. Menga Rossiyaning shaharlari yoqadi va men u yerda o'qib kelmoqchiman. O'qib kelmoqchisiz. Kelib O'zbekistonda ishlaysizmi yo Rossiyada ishlaysizmi bolam? O'zbekistonda. Va albatta O'zbekistonga xizmat qilasizmi shunda? Nega O'zbekistonga xizmat qilishimiz kerak? Chunki bizning tug'ilib o'sgan Joyimiz bu vatanimizning, barakalla bolam. Har bir inson o'z yurtida xizmat qilish xizmat qilishi kerak.